Bitta shu ushlab turganing bolami? Sen men uchun nima qilib qo'yding degan uchun ham sen bilan ajrashgan. Berayotgan alimentini nazorat qilishga haqqi bormi? Eng qizig'i, alimentni faqat erkaklar to'lamaydi, ayollar ham to'laydi. Ya'ni bola voyaga yetmagan farzand kimda qolsa, agarda erkak kishida qolsa, ayol kishi to'laydi, erkak kishi bersa alimentga. Ayol kishida qolsa, bu holatda erkaklarimiz to'laydi. Ko'pincha bolalar erkaklarda qolsa ham juda kam holat. Bor, yo'q emas, erkaklar ayollarni alimentga bergan holati bitta farzand uchun 4dan 1 qismi to'lanadi. Ikkita farzand uchun 3dan 1 qismi to'lanadi. Savol: agar hech qayerda ishlamasa-chi? Hech qayerda ishlamasa, o'rtacha oylik haqqidan hisoblanadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'rtacha ish oylik haqqi adashmasam 6,5 million. Bitta farzand uchun agar 4dan 1 bo'lsa, 6,5 millionni 4ga bo'ladi. Ya'ni bu o'z-o'zidan kelib chiqadi. O'rtacha 1,5 million bitta farzand uchun. Ikkita farzand uchun 3dan 1. Ya'ni hozirgi kunda 6,5 million bo'ladigan bo'lsa, 2 milliondan sal oshiqroq. Ayrim erkaklarimiz, erkak ham demaymiz, endi farzand undan. Tegida inomarka mashina 30-40 ming dollarlik. Yashaydigan joyi qimmat, Toshkentning eng qimmat joylarida yoki bo'lmasam boshqa viloyatda eng markaz joylarida yashaydi. O'zini farzandi uchun to'layotgan summasi kulguli summa 600 ming, 700 ming. Boring 500 ming. Hansa bir joyda quruvchilik. Qonunchiligimizda shu joyda sal ochiq joyi bor. O'ylaymanki, mana o'rtacha oylik haqini belgilab qo'ydi, 6,5 million. Alimentni ham shunaqa belgilab qo'yish kerak deb o'ylayman. 400 ming, 500 ming endi bo'lmaydi narsada. Bitta farzand uchun nima hozir bitta magazinga kirsangiz, bitta kasha olaman desangiz, eng kam oylik kasha 100 ming agar emizikli farzandi bo'lsa yoki bo'lmasa hali 2 yosh, 3 yoshli kasha degan bolalar bo'lsa, 200 ming, 300 ming. Bitta pampersingiz bo'lsa o'rtacha 60 ming. Farzand o'zingdanmi? To'ldirib qo'ydingmi? To'ldirding. Katta qilamaningmi? Mayli. Zo'r otalarimiz ham bor. Men qo'shilaman. Aliment ham beradi, farzandini maktabidan ham xabar oladi, bog'chasidan ham xabar oladi. Bundan tashqari ko'rishib ham turadi, lekin ayrim ayollarimiz bor. Farzandini ko'rsatmaslikka harakat qiladi otasiga, onasiga, buvisiga, uzr. Onasi juda ham bir noto'g'ri narsa. Bu sabab nimadan kelib chiqdi? Mana shu bolani huquqi bor, ham otasi, ham buvisi bu tomonni, ham bu tomon ayol tomonni, onasi tomonni buvisi, buvasi bilan ko'rishga haqqi bor. Ayb kim o'rtasida, er xotin o'rtasida ajrimga sabab bo'lgan. Bolalarda ayb yo'q. Shunaqa hozir ayollarni ko'ryapmiz, 100% mana ajrimda ayollar ayb. Uzri ko'proq karyerasi erkaklar ko'p ayollar rahbariga choy damlashni biladi. Turmush o'rtog'iga choy damlashni zapatli bo'lib biladi. Aynan shunaqa ayollardan kelib chiqyapti. Sababi ko'p ayb o'zida tan olgisi kelmaydi. Balki o'zi uchun tan ollardir. Bolani ko'rsatmaydi. Buvisiga, buvasiga nimaga erishadi men bilmayman o'zicha. Xuddiki bola o'zi tug'ib qo'ygandek, kechiruvsizlar, turmush o'rtog'i ham sababi bor. Bolaga haqqi bor. Shunaqa otalarimiz bor, farzandini xususiy bog'chaga, yaxshi maktablarga, mayli unaqa bermagan bo'lsa, maktab kiyimlari, botir maktabdan xabar oladi, o'qishdan xabar oladi, ortiqcha xarajatlarini beradi, alimentdan tashqari. Ayrim erkaklarga o'xshab 400 ming, 500 ming yoki 600 ming qo'ymaydi. Shunaqa erkaklarga hayronman-da, nimaga? Bu ayolingdan alam olish maqsadidan. Alloh uchun ber, farzand saniki. U nimaga ishlatadi, u yog'i o'ziga bog'liq. Farzand bari ko'rib turibdi. Otasi aliment to'layotgan, undan xabar olib turganini, ming otani yomonlagan taqdirda ayollar zo'ru bola ko'radi, vaqti keladi, o'zi cho'ng'oladi. Nima demoqchimanki, bu yerda aliment masalasida tortishuvlar juda ko'p. Er xotinning o'rtasidagi tortishuvda bola aybi yo'q. Ayrim erkaklarimizga maslahat beradim, realniy fakt. O'rtacha beringlar. Jumla past darajada bermasam, hatto shu quruvchilikka joylashib olib bergandan ko'ra o'rtacha beringlar. Davlat tomonidan belgilab qo'ygan summani beringlar. Shu darajagacha pastgacha tushib ketish kerak emas. Berayotgan alimentini nazorat qilishga haqqi bormi? Yo'q, haqqi yo'q. Bergan alimentiga nazorat qilishga umuman haqqi yo'q. Bo'ldi, u berildi, farzandi uchun berildi. Qonunda unaqa nazorat qilish degan joyi yo'q. Ayrim ayollar bor. Shuni amaliyotimizda ko'ramiz. Har hafta xabar olsangiz ham farzandlardan ajrashdi. Aliment bersa ham, o'qishda, maktabidan xabar olib tursa ham, nima yetmayotgan bo'lsa, yetmayotganini olib beradi. Bu ota xarajat ketkazyapti. Er xotin itmushuk bo'lgandan keyin shunaqa payt bir ko'rishib qolganda, "Sen nima qilding?" degani ayol kishi. Bolalaring uchun nima qilding? Aynan o'sha nima qilding degani uchun sen bilan ajrashgan.
Unaqalarni go'r to'g'rilaydi. Unaqalarni tortishdan ham foydasi yo'q, gapirishdan ham foydasi yo'q, kiyishingizga deyish foydasi unaqa ayollarga. Ko'rib turibdi, alimentni vaqtida beryapti. Ko'rib turibdi, maktabidan xabar olib turibdi, ko'rib turibdi, bog'chasidan xabar olib turibdi, ko'rib turibdi, har hafta kelib tursa ham farzandlarini aylantirib, chiroyli qilib rozi qiladi. Ko'rib turibdi, san olib bera olmagan kerak bo'lsa, ayol kishi olib bera olmagan narsalarni hozirgi kunda farzandlarimiz nimaga qiziqadi? Kompyuter, snowboard, uchadigan elektr samokatlar otalar bor, olib beradi shuni. Otalar bor, olib beradi. O'ynaydigan oxiri PlayStation'larni otalar bor, marabloklarni olib beradi, kerak bo'lsa-da. Lekin shu darajada otalarimiz qilib qo'ygan bo'lsa ham, ajrashib qo'ygan, erkaklar qilib qo'ygan bo'lsa, ayol kishi dabdurustdan turadi, san nima qilib qo'yding farzand uchun. Birinchidan, o'sha ayollarimizga maslahat, birinchidan sizlar o'sha otasiga, buvasiga ko'rsatmayotganlar, через sud orqali otalar harakat qilib, kunini belgilab, san muddat berdingmi, san imkon berdingmi otaga sizga qaratishga yoki bo'lmasam teskarisi mayli, erkaklar ko'rsatmayotgan holatlar ham bormi? San imkon berdingmi? Farzandni katta qilishga, shunga mehr berishga, shuni uyga olib kelib otasi bilan, buvisi bilan, buvasi bilan ko'rsatishga san imkon berdingmi? O'zing savol ber, shunaqa ayollarga. Sani hayoting buzildi, bu degani farzandlaringning hayoti buzsin, sani qo'lingda emas. Farzandlarning hayotini buzish. Bu uyatda siyray rahmi через sud orqali tiklanyapti-da. Kunini belgilab beryapti, через sud. Davlatimiz qonunchiligi shu darajada, ya'ni din bilan mana shunday jipslashib ketgan holatlarni aytamiz-da. Baribir shunday ko'rinmayapti. Agar endi bunaqa holatlarda ko'rolmayotgan holatda sud ajrib, sud hukmini, sud buyrug'ini, sud hal qiluv qarorini bajarmayotganligi to'g'risida qonunlarimizda modda bor. Qonunlarimizda javobgarlik masalasi bor. Sudni qarorini, sudni hukmini, sudni buyrug'ini bajarmayotganda uning uchun nima qilish kerak? Ko'rsatmayapti, mahallani chaqirish kerak. Bordi, sudni kunida, buyrug'ida yoki sud hal qiluv qarorida, misol uchun sud hal qiluv qarorida aytishi mumkin-da, ota yoki ona har oyi 1-3 yakshanbasi, 2-4 shanbasida birga bo'lsin bola bilan deydi. Agar shu kunlarda misol uchun deydi yoki haftani mana shu kunlari ota bilan birga bo'lsin deydi. Yoki ona bilan birga. Shu kuni ko'rsatmayotgan bo'lsa, mahallani chaqirish kerak, akt qildirish kerak, tegishli chora ko'rish kerak. Ayrim ayollar bor, bolalariga shunday ta'sir ko'rsatadiki, bor. Lekin sudni qarori ham ojizlik qiladi-da, farzand. O'shaning uchun men nima demoqchimanki, bolani ona yomon ko'rsatgan taqdirda ham to'g'ri, avvalambor Allohdan uni tarbiyasi buzilishi, ona otaga nisbatan yomon munosabatda bo'lishi, yaxshi munosabatda bo'lishi, bu hammasi men ona yomonlagan taqdirda ham Allohga bog'liq deb o'ylayman. Agar shar'iy tomondan to'xtaladigan bo'lsak, chunki bu tomonda farzandlar men yomonlagan taqdirda farzandni bir umr mana yopiq holatda ushlab o'tira olmaydi-ku. Ajrimdan keyin bo'layotgan muammolar bolaga ta'sir qiladi. To'g'ri, shunaqa er-xotinlar bor, kelishib bolani katta qilishadi. Lekin shunaqa er-xotinlar bor, ajrimdan keyin uzru kelishishga odam ham jo'natadi. Aytgan onangga yordam beradi, mana prinsip yo'q dedi. Nimaga erishadi? Men bilmayman. Prinsip yo'q degan bilan nimaga erishadi, shu men bilmayman. Qancha ushlaysan? 18 yoshga to'lgandan keyin taqiq yechiladi. Aliment orqali taqiq qo'ygan bo'lsang, qancha ushlaysan? Bir xil erkaklarimiz bor, oldindan alimentni to'laydi, kerak bo'lsa taqiqqa yechib ketadi. Xo'p, uchun bo'l bitta ushlab turganing shu taqiqmi? Bitta shu ushlab turganing bolami? Bo'l boshqa tanlab hech narsa qolmadi. Ajrashgandan keyin ayrim ayollarimizga allam qiladigan joy, achitadigan joyi shu. Erkak rivojlanib boraveradi yoki bo'lmasam o'ylaydiki, men ajrashaman, mustaqil bo'lib, bunaqa ayol qizlarimiz ham bor, rivojlanib, hamma erkak kishi ideal yoki hamma ayol kishi ideal demayman. Bor shunaqa. Ajrimdan keyin kelayotgan muammolar ham ancha-muncha muammolar hozirgi kunda katta ko'rinadi.